Ustoz, Alloh taolo umringizni uzoq qilsin. Bitta savolim bor edi sizga. Savolim quyidagicha. Bozordagi do'konlarni birida yoki uy joylarni birida ijarada tursa, avvaldan kelishib pulini to'lab qo'yilsa, bir oylik deb, misol uchun $200 to'lasa, endi shu ijarada turadigan odam ba'zi sabablarga ko'ra ijara turgan joydan ketishga to'g'ri kelib qolsa, ketadigan vaqtda hali oyning yarmi ham bo'lmagan bo'lsa, kelishilgan pulni yarmini talab qilib olsa bo'ladimi? Agarda ijaraga bergan odam pulni yarmini ham, ozrog'ini ham bermaslikka haqqi bormi? Javob uchun oldindan katta rahmat ustoz. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Men savolni tushunganim, demak bir odam bir joyni ijaraga olgan, ijara muddatiga oldindan pul to'lagan, bir oyga masalan. Endi o'sha to'lagan pulini 15 kun deganda o'sha ijaraga olgan joyidan chiqib ketishi kerak bo'lib qolgan. Shunda nima bo'ladi? Qolgan pulni qaytarib berish kerakmi degan masala. Xuddi shunday. Bu borada demak ijaraga olgan tomon ijaraga olgan narsasini oldindan pulini to'lagan bo'lsa va o'sha oldindan hali ijara muddati, kelishilgan muddati tugamasidan oldin hech qanday demak zug'umsiz, shartsiz, qiyinchiliksiz, mashaqqatsiz, zo'ravonliksiz chiqib ketayotgan bo'lsa, demak unda qolgan miqdordagi qismini berishligi ijaraga oluvchi tomonning zimmasida bo'ladi. Ya'ni hech qanaqa shartsiz agar bordi-yu, endi ijarada bir odam bir joyni ijaraga oldi. Bir oyga oldi. 10 kun o'tgandan keyin bir zo'ravon kelib uni u ijara o'yidan haydab chiqarib yubordi. Yoki u joyni buzishga tushib qoldi. Yoki boshqa birov kelib u joyni o'zlashtirib oldi. Yoki egasi, ijaraga bergan odam bundan qimmatroq ijarachini topganligidanmi, boshqa bir niyati buzuqligidanmi, uni o'sha 10 kun o'tgandan keyin ijaradan haydab chiqarmoqchi bo'ldi. Bunda bu suratda demak qolgan pulini berishligi turganidan ortiqchasini, masalan, bir oyga pul to'lagan bo'lsa, 10 kun turgan bo'lsa, 20 kunni qaytarib berishligi ijaraga beruvchining zimmasidagi vojib amal hisoblanadi. Hidoyada bu borada bir alohida ibora ham bor edi. Iboradagi nimasi? Demak, inson ijaraga olgan narsani, ijaraga olgan joyini bemalol foydalanish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Ijaraga olgandan keyin bemalol foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmasa, demak unda ijaraga xalal beradigan bir sabab paydo bo'ladi-da. Ijarani, demak, pulini to'lashda ham ijarachini, oluvchini ham, beruvchini ham bir-biriga ado etishda xalal beradigan holat yuzaga keladi. Endi shunaqa tashqari ta'sir tufayli yuqorida aytilgandek tashqi ta'sir tufayli unga demak ijarani tashlab ketishga majbur bo'lsa, unga ijarani to'lashlik zimmasida vojib bo'lmaydi, chunki uni zo'rlashdi vaqtidan oldin chiqib ketishlikka. Shuning uchun bunda zimmasida ijara to'lashlik lozim bo'lmaydi. Allohu a'lam.